Biz bu videoda Bashpad stone'ini başlaymiz. Bu home sol tarafdagi birinchi stone. Bu odatda eng muhim buyruqlarninki. Qarsak bu home stone'ida, ya'ni Bashpad stone'ida har xil guruhlar bor. Asosligi masalan clipboard, buni chaplash taxtasi etsak bo'ldi. Chaplash taxtasi degan shu clipboard o'xshaymiz. Undan boshqa yana font uyg'urcha font deb oldi. Voice editor, Adobe Acrobat degandek qanday guruhlar bor. Har bir guruhlarning ichida mana nurg'un buyruqlar bor. Bugun o'rganganimiz mana bu chaplash taxtasi. Clipboard chaplash taxtasi guruhisidagi buyruqlarni o'rganamiz. Bunun ichida bak qulay bir buyruq bor. Onu so'zlashdan burun bak ommabop buyruqlardan masalan odatda biz ma'lum bir mazmun yozamiz-ku. Qalam yozib turdim. Qizdirib oldi, qizdirilishlik sabab bu grammatikasini avtomatik tekshirdi. Buni men bu tekshirmaydi uchun qanday qilmay, o'ng tarafni besib ignore all deb qo'ysam, har bir qizdirib olganning ustidan qanday grammatikani tekshirmaydi. Ya'ni spellingni, hejlashni tekshirmaydi. Unda olsa masalan orliq qo'yay buni tushunish uchun. Birinchisini ko'paytirish uchun qanday qilmay desak, bir qancha xil usul bor. Yoki o'ng tarafni besib copy'ni bosamiz. Yoki Ctrl C, ya agar Windows ishlatayotgan bo'lsangiz Ctrl C, Mac ishlatayotgan bo'lsangiz Command C bossak bo'ldi. Yoki clipboardda qarsak copy, ikki varaq qog'oz ko'ringlarmi? Copy. Buni besib copy qilsak bo'ldi. Buni o'zidami? Ko'paytimiz. Shunga ma'lum chaplash taxtasi dedi bu guruhni. Buni ko'paytib olgandan qanday qilamiz? Chaplaymiz. Ostiga shunaqa. Buni qanday chaplaymiz? Yoki mousening o'ng tarafini besib paste ni bosamiz. Yoki Windows ishlatayotganlar Ctrl V ni, Mac ishlatayotganlar Command V ni bosamiz. Yoki mana paste eng cho'ng ko'ringlarmi? Paste ni bossaqlar, birinchisi ko'paytirilganda miyaga bosadi. Bosadi degan gap. Biz buni odatda har xil ko'paytib chaplay olamiz. Masalan, xatlanma emas, rasmmi bor. Buningki xatlar rasmni tan ko'paytgan bo'lsak, masalan, faqat shu xatlarni qo'yadigan, xatlarni ko'paytiradigan, andan keyin shu rasmni chaplaydigan, ko'paytiradigan ham chaplaydigan. Yoki chaplash vaqti masalan ma'lum bir boshqa bir Word'ni ochgan bo'lsangiz, uning formati o'xshamaydi. Biz uni miyaga chaplasak qanday, format o'zgarib ketishi mumkin. Ammo asl format bilan chaplamoqchi bo'lsak qanday, match format bilan qilamiz. Yoki biz qanday keep almashtirib topqaptimi? Keep source formatting bilan qilamiz. Asldagi format bilan qanday o'xshash chaplash. Amaliyotda biz unda aniqdek murakkab o'ylab ketishimizning hojati yo'q, bir copy qilib paste qilsak ham bo'ldi. Asosiy funksiyasi shu. Undan boshqa buningki men bayon qilib o'tgan eng qulay bir buyruq deganim buni format siri deydi, sirlash. Ya'ni buning qo'llanchiligi bek kuchli. Biz odatda bir Word'ninki qilibini tushirsak yoki boshqalar yozganninki biz qaysi xatdan yoki uni tepib bo'lash bek qulaysiz. Masalan, oddiylamasam, mashkisi buning xatni 14 bold, andan keyin bu qiynaqrandi. Andan keyin noma'lum bir qanda men font shaklini keyin so'zlayman, bir font xat shakli tanlab qo'yayman bu. Men ostidagi yoki bir xat yozay, jumla. Mushna yozib, men buni qanday mushna bir formatlamoqchi. Mushxat deyman, mushxat bo'yicha bir yozsam bo'pti ekan. Ammo men bundan qanday
Qiyinlikligini o bilaman. Manda bassamlam bu chiqib turdi emniyet. Manda bassaqlam. Bu nayt sezgire word. Bir qolayırı. Bassaqlam. Meya qarsanız bunun qiyinlikligi, anan degan qaysi xat shakliga cho'ng kichikligini tatib chiqarib turdi. Lekin men uni qanda mani masalan endi mani bassam o'zgarib ketadi. Buni men ashuna o'xshash besish uchun qanday qilaman? Mani besib, mani 14 ga kelib, andan keyin mani hozir bayam ochqani unutib qoldim men. Yana qayta ani ichib, masalan recent fonts qarsak ba endi. Mana, mashqis o'xshidi. Ve unda qilishning o'rniga qanday qilma desak, mesela yangidan bir yazay. Maqur o'xshatma desam qanday qilma? Mana ko'rdinglarmi? Avval o'xshatib olmoqchi bo'lgan qurni tanlab, ma cho'tkini basimiz. Birini besib bo'lgandan keyin qaysinin o'xshatma deganda mani o'xshatma demoqchi-ku. Mushuni tanlab qo'ysaqlam. Yo'q bo'lmadi bu. Men ta'tirsin qilib qo'yibdim-a. Mani, ya'ni mushningdan o'xshatib, mani o'xshatma demoqchi. Buni cho'tkini bir qitim tanlab, ya'ni menda tanlab bo'lib, undan keyiniga tanlab qo'ysaqlam bo'ldi. Shu forma shakli bo'ldi degan. Men yana bir ko'rsatib qo'yay buni. Mesela mani men shaklini o'zgartirib o'tay. Mani boshqacha. Mana yanto degandek. Men ostidagini ustidagilar o'xshash qilma demoqchi bo'lsa qanday qilma? Men tanladim. Men cho'tkadan ondan keyin mushuni formatlayman dedim. Uni qilib mani bir survat seklam qanda aslidagi bilan o'xshash sirlaydi. Ya'ni formatlay oladi. Bu intayin qulay. Buni ishlatishalik bek yo'q. Bugun qo'yganim yaxshi.